Azat telefon kelib qolib, ciddi telefonda bir kelib qolib, ders üzülüp qoldi ya. Davamlaştıraylı endi. Protected olsa tür ve balık tür boğulakın içi işlep keldik. Bundaqda biz bunu izaha turib qo'yay. Protected olsa tür balık tür ve balık tür hem boğulakның içinde işlepkili buldu. Undaqda biz üçünü ko'rib qoldik. Hozir yana birisi pagisini ko'rdi. Bu pagisini Mo'ranbao deb atab qo'ymiz. Endi Mo'ranbao degandikken buningga hech qanday zimmat belgisi qo'ymasak bo'laverdi. Bu turning ichida boğulakның içinde boğulak bo'lgandan balık türünü ko'rsatdi. Boğulakның içinde ishlatib o'tgan. Undaqda biz buni bir ko'rli. Buningga adresi aslında müşteri kultural bu bolsa pagesi olsa boğulakның içinde tırның içinde işlep keldik. Boğulak tür ve boğulakның içinde işletkili bulundu. Bunu iz bulduk. Endi bizmege bularni qo'shib chiqarish sistemida neyse biz anadan obyektilib anadagi ekranimizda bu yerga o'xshash xato qilibdi. Men bir obyektga kirib olay. Home new home and then home'ning ichidagi name en doğru oldu mu? Biz bunun devamlılık küçürüp tekniğe tüyötü var. 3 4 email yo'shan pochta adresi elektron pochta adresi ishi adresi
Buni yetib bolduq. Undaqda biz buni chiqarib ko'rib baqlay. Nami. Bu nam degan biz bu yerga hozir izoh qo'yib qo'yaylik. Buningga publicni qo'shib undaq chiqsin. Private protected and then package buni yetib bolduq. Ana buni yana qo'shib mana his qo'ydim. Xato qopti. Mayaga adres dilini uchrab saptiq hamlaydi. Görle public namesini chiqarib berdi. Namesi public degan zinet belgisi ishlatdik. Namesi Elqutga. Bu turning ichida baltur va bo'loq hamda ishlaydi. Biz turning ichida sinab qildik. Undaqda mau private turning ichida ishlatildi. Hozir biz turning ichida sinab qildik mana. Private and then protected. Bu turning ichida balturning ichida bo'loqning ichida ishlatildi. Biz buni sinab qildik hozir turning ichida. Pagis bunma turning ichida bo'loqning ichida ishlatildi. Hozir biz turning ichida ishlatdik. Undaqda biz buni yana bir class qurib shunga objekt elib turib endi bir qata tushunib baqaylik buni. Home deb qo'ying. Undaqda mushlarni ko'chirib bilan elib olay. Niyada xatolik chiqdi. Nima xatolik chiqdi deganda biz buni qaranglar tushuntirishga. Email privat deydi. Bunda faqat va faqat mush turning islam qo'g'dildigan qilib yozib qo'ydik. Shung bu mushundaq chiqdi. Undaqda bo'loq barliq tur va bularni sinab qilsaqmi, bular odatda bo'loqning ichiga 21 bo'loq extend qilib turib yoki import qilib turib ishlatilgan bu ya'ni bak tushunmasaqmi, ketib berib bo'loqni ishkir ko'rib ketmaysini. Hozircha mushlarni bir qo'r tushunib olsanlar bo'ldi. Mayada men chiqaramadi. Biz mayada home'dan bir obyekt turg'izdik, andik buni chiqardik. Biz mauni elib etishimiz kerak. Mau xato bo'lib qoldi. Home'dan turg'izdik uni. Biz home degan klassdan bir obyektga chiqib oldik. Obyekt turg'izib oldik. Andin buningki namesini chiqarib berdik. Andin emailni chiqarib berganda bu private bo'lib qoldi. Qo'g'dildigan bo'lib qoldi. Shung bo'lmadi. Undaqda ajiz buni protected qarsak mana tur balık tur bo'loq hamda bo'ldi. Andin pagisda buni chiqarib berdi. Bo'loq ichida ham turda ishlatib bo'ldi. Navbatda biz bo'loq ichida ishlatdik, bir bo'loq ichida. Shung boshqalarda xatolik chiqdi, mana private ham xatolik chiqdi. Undaqda hozir biz miyakay ko'rdik. Ma ikkisini
ketip berip körümüz tehe. Bu işkisi mındak gədəb lazım düşünüp asanlar buldu. En asas pek uçurtulganımız muş ikkisini pek işiltimiz. Muş ikkisini. Ama bolaq degende bunu mesela Android'ninki ma'lum adapterini yazmayız ya bazı adapterini yazmayız ya bo'lmasa birer leysini türsini üçüncü taraf kursunu ekirip yoki o'zimiz mustaqil yazmayız shunday qilsak ayrim bolaq yozib olamiz. Yutil deb qurallar deb bir bolaq yozib shunun qurallarını masalan ma'lum alayda iqtidor yoki alayda unumlarni chiqarish uchun shu bolaq başka bir bolaq qurib shuni ichiga yozganmiz. Shu chog'da buni obdan tushunib olasizlar. Hozir mushakaga ko'rdik. Bugun bularni to'liq mushakacha to'liq ko'rib oldik. Bundaqda keyingi darsimizda berak ruturun continue degan buni uchun ko'ramiz. Undaqda diqqatinglar keyingi dars bo'lsin. Xayr xo'sh.